9. sınıfı 4 yıl davomida qilgan darslarimizni o'tkazgan qiziqarli darslarimiz asosida bir tadbir tayyorladik. Mana shu tadbirimizni marhamat tomosha qiling. Assalomu alaykum aziz ustozlar, qadrli ota-onalar. Quvonchimizga sherik bilayotgan, tadbirimizga tashrif buyurgan barcha qadrdonlar, bitiruv kechamizga xush kelibsizlar. Bugun biz uchun quvonchli kun, shu bilan birga juda hayajonli kun. Chunki biz bugun boshlang'ich ta'limining yana bir dovonidan oshib o'tmoqdamiz. Sahimayning so'lim tangida nurafshon bir kun bor, nurli bir kun bor. Lekin bugun barchaning qalbi larzada qutlug' maktab so'zi tillarda takror. Bugun qarshingizda yosh shogird bo'lib, yuraklar ro'molimizda shavqat to'lib, sha'ningiz ulug'lab she'rlar aytamiz. Ustozlar sizga bosh egib ta'zim etamiz. Ey sinfdosh, ustozlar garchi ko'yisa ham xafa bo'lma hech. Bilsang faqat bu seni oylar, to'g'ri yo'lga, bilimga yo'llar. Shu bois har soniyaning ham qadrini bilib yashamoq kerak. Ustozlardan ko'p bilim olib, kelajakda yuz ochsin tilak. Kechagina murg'ak edik, g'o'r edik. Ilm-fandan hech xabari yo'q edik. Hatto qalam tutishni ham bilmasdik. O'yinqaroq edik, rosa shart edik. Bo'lib ketdik qarindosh, og'ir kunda chin sevdosh, juda ham edik bebash. Istaysanmi sinfdosh? Ko'p ranjitdik ba'zida ustozimiz dilini, unutmaymiz halida maktabning ilk kunini. Do'stlar, esingizdami? Maktabga ilk bora qadam qo'ygan kunlarimiz, bir-birimizni yaxshi tanimasdik. Na o'qishni, na yozishni bilardik. To'g'ri aytasizlar ilohim, ustozimiz bizni sinfga kirgizib, barcha o'tkazganlarda oyog'imizga tegmasdi. Bo'yimiz partaga zo'rg'a yetib turardi. Ayrim do'stlarimiz darslarda uxlab qolishardi. Ba'zi do'stlarimiz esa yig'lab yurib ustozni rosa qiynashardi. Mana ko'z ochib yurguncha 4 yil ham o'tibdi-yu. Biz o'tgan davr mobaynida ota-onalarimizni hurmat qilishni o'rgandik. Ularning oldidagi farzandlik burchimizni angladik. Barchani o'qishni, yozishni bilib oldik. Eng asosiysi vatan so'zini, mazmunni, jozibasini angladik. Kimki maktabda o'qib savodxon bo'lsa, u juda ko'p narsalarga erishadi. Darhaqiqat bizning savodxon bo'lishimizda maktab unvoni juda katta. Biz 4 yil davomida jonajon maktabimiz bag'ida o'qib savodimizni chiqardik. Barcha bilmagan narsalarimizni o'rgandik. Gulasoxon, ilk bor oyijoningiz qo'lingizdan shu maktabga kelganingizni eslaysizmi? Albatta eslayman. Yuzlarim yonib turgur. Akam, opam yonimda ilk maktabga kelgan kun kechagiday yodimda. İlk bora maktabga kelganimda o'quvchimiz deya faxrlanganman. Mana o'shandan beri qo'sh deguncha oradan 4 yil o'tdi. Hozir 9-sinf bitiruvchiman. O'sha kuni ilk bora maktabga qadam qo'ydik. Yuraklarda bir tuyg'u, his va hayajon tuydik. Quchoq ochib kutib olgan, bolaligim kutib olgan alifbening yorqin yuzin shunda ko'rgan edi ko'zim. Berdi odob, berdi ta'lim, mehribonim ustozim. O'quvchilar, 4 yil oldin maktab tomon qadam qo'yganimizda o'qish yozishni bilmaydigan, hali maktabda o'zi to'liq tasavvurga ega bo'lmaydigan xo'r bolalar edik. Biz o'shanda g'o'r edik, urushqoq va zo'r edik. O'tirishni bilmasdik, kerak ishni qilmasdik. Anqayardik birimiz, gap sotardik birimiz, qalam rushga tutishga bo'ysunmasdi qo'limiz. Kimlardir darsmag'as uxlab qolardi sarba, kimdir so'zni topolmay yig'lar adashib har gal. Mana bo'yimiz cho'zilib katta bo'ldik. Bunda o'qib o'rganib ancha narsani bildik. Ey qutlug' dargoh, ey aziz maktab,
To'g'ri aytasiz, Dadaxon. Sanamjon ustozimiz bizni sinfxonalarga olib kirganlarida partalarda o'quv qurollarini ko'rib juda quvongandik. Ha, ustozimiz bizga sovg'alar berib tanishtirar ekan. Bolalar, sizga bu sovg'alarni prezident bobomiz sovg'a qilganlar. Bizning vatan juda bolajon vatan deganlar. Mening shunda vatanga mehrim juda oshgan. To'g'ri aytasiz, Saidaxon. Vatan, ona, do'st, so'zlarni aytoladi-ku. Ammo nafsiga tushunmasdik. Bugun esa bizni qalbimizga, yuragimizda vatanga mehr, do'stga sadoqat, katta kichikka hurmat tuyg'usini uyg'otgan ustozlarga ta'zimdamiz. Do'stlar, kelinglar, biz maktabga kirgan kunimizda qanday edik-ku? Hozir qandayligimizni oz bo'lsa ham esga olsak. Bolalar, esingizdami? Razimjon, Layloxon, Feruzbek, Malikaxonlar maktabga kelganlarida juda yig'loq tortichak bolalar edi. Yozuv darsida sekin yozib yig'lagan edi. Hozir esa ular sinfimizning a'lochilaridan. Sinfning juda kichkinasi Anaxon, Muhammedbek va o'zim edim. Yozsak qo'llarimiz ko'rtirib juda yig'lagan kechardik. Hozir sinfning faol o'quvchilaridanmiz. Anaxon gimnastika bilan shug'ullanib, xotira va qadrlash kuniga bag'ishlab o'tkazilgan musobaqada faxrlikka chorinni egallagan. Do'stlar, esingizdami? Madinaxon va Malikaxon she'r aytganlarida ularning qo'ng'iroq ovozidan barchamiz chichib tushgandik. Endi esa ular she'rni ifodalashda va chiroyli o'qishda ba'zi sinfdoshlarimizga o'rnak bo'lishmoqda. Shu bilan birga ular she'r hikoyalar ham yozib turishadi. Orzulari shoira bo'lib, Zulfiya xonimga o'xshash. Ularning she'rlari Tong yulduzi gazetasida muntazam chiqib turdi. Hozir ular yozgan she'rlardan eshitsak. Mening hikoya va she'rlarim Tong yulduzi gazetasida chiqib turdi. Hozir men Bayrog'im nomli o'zim yozgan she'rni sizlarga o'qib eshittirsam. Bayrog'imning moviy rangi, tinch musaffo osmoni, qizil rangi xalqimizning vujudidagi qoni, oq rangi vatanimning tinchligining timsoli, yashil rangi doimo yashnagan bog'urog'i, yashnab turgan bayrog'im balandlarda hilpirab, doim olg'a borishni biz yosh avlodga tilab. Mening she'rlarim huquqiy himoya va Tong yulduzi gazetalarida bosilib chiqqan. Hozir men sizlarga o'zim yozgan Bosh qomusimiz nomli she'rimni o'qib eshittirmoqchiman. Bosh qomusimiz: Konstitutsiya darsida bilimlarim oshadi, qancha bilganim sari qalbda g'urur toshadi. Konstitutsiya bosh qomus deydi dono xalqimiz, uni barcha insonlar e'zozlar deb baxtimiz. Madinaxon sportning gimnastika turida qatnashib, faxrli birinchi o'rinni egallagan.
kelarmiz. Maktabga kelganimizda harflarni qo'shib o'qib hosil qila olmay qiynallar edik. Endi esa o'qishdan 150lik, 250lik so'zdan oshirib, burra o'qiymiz. Nodiraxon, labbay, men xohlagan odamning tug'ilgan kunini va oyini topa olaman. Yo'q, unday bo'lsa, Jahongirning tug'ilgan kunini toping-chi. Jahongir, labbay. Qo'lingizga qog'oz qalam oling-chi. Xo'p bo'ladi. Tug'ilgan kuningizni 2 ga ko'paytirasiz. Hosil bo'lgan sonni 10 ga ko'paytirasiz. Hosil bo'ldi. Natijaga 73 ni qo'shasiz. Birjilik 100 hosil bo'ldi. Yig'indini 5 ga ko'paytirasiz. hosil bo'ldi. Natijaga qaysi oyda tug'ilgan bo'lsangiz, shu oyning tartib raqamini yozib qo'shasiz. hosil bo'ldi. 365. 365 ni ayirasiz. hosil bo'ldi. Demak, siz 8-oyning 4-kunida tug'ilgansiz, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Sinfdoshlarimiz Otabek, Barchinoy, Muhayyo, Hasanboy va Hasanboylar maktabga kelganlarida bilgan narsalarini ayta olmaydilar. Tortinchoq va juda kamgap edilar. Endi esa ular sinfimiz faxri. Sinfdoshlarimizdan Ahon bilan Saidaxonga juda havasimiz keladi. Ular chizgan rasmlar juda qiziqarli. Biz ular bilan faxrlanamiz. Asadbek, Jamshidbek, Muhammad Ali, Lazizbek, Umidbek maktabga kelganlarida to'polonchi, tilni ichmaydigan, partada to'g'ri o'tira olmaydigan shu bolalar edilar. Endi ular sinfimizning sha'nini o'ylaydigan ziyrak o'quvchilar. Bu ularning jonlari. Sobirjon, Asadbek, Jahongir Azizbek, Islombek Murodjonlar juda kamtar, tartibli bolalar edi. Endi ular sinfimiz faxri. Jahongir maktabimizda o'tkazilgan kichik olimpiadada faxrli 2-o'rinni egallagan. Mehriniso, Muhayyo, Diyoraxon, Malohatxon, Ziyodaxon va Mashhuraxonlar maktabga kelganlarida tanaffus paytida ko'chaga yolg'iz chiqishga o'rgatgan qizchalar edilar. Endi esa ular sinfning a'zolaligini nazorat qiladilar. Sinfning eng chaqqon va yaxshi o'quvchilaridan Mazamxon, Oqlaxon, Naziraxon, Laylaxon, Mehrigaxon bufalar raqsni qo'llatishadi. Uchish ularning jonudilar. Laylaxon o'quvchilar liselar bilan yangi avlod tanlovida faxrli o'rnlarga sazovor bo'lgan. Mahliyoxon, Safidaxon maktabga kelganlarida juda sho'x va pahlavon qizlar edilar. Bugunga kelib, kelajagga tegmaydigan pahlavonlarga aylanishmasak xato bo'lmaydi. Hozir ular sizlarga o'zlarining pahlavonligini ko'rsatishadi. 1, 2, 3, 4, 5,
topdan qon-qonimizga singdi. Vatan bu onam, vatan bu otam, vatan bu oilam, vatan bu mahallam. Kichik kishikim, bog'cham menga vatan bo'lgan bo'lsa, bugun ona maktabim menga vatandir. Jajjiragimizda faxr, iftixor tuyg'usi mavjudgan har bir bola hech ikkilanmasdan o'z vataniga, o'z xalqiga faxr, iftixor tuyg'usini ifoda qila oladi. Onajonim issiq bag'ri vatanligim bilaman, otam mehri qaynoq tafti vatanligim bilaman, o'z bag'rida ulg'aytirgan beshik menga vatandir, shu yurtning ostonasi beshak menga vatandir. İlk bor dunyo tanitgan maktabim menga vatan, doim hamjihat, hamkor mahallam menga vatan, jannatlarga alishmasman, qishlog'im o'lchamandir, nozu ne'matlarga kon O'zbekiston vatandir. Bizlar bugun barkamol avlod shu vatanning suyanch ardog'i, azim chinor bo'lsa gul vatan, bizlar uning ko'rk yaprog'i. Yurtimning asilgili, Xorazm mening faxrim, dunyoga mashhur diyor O'zbekiston jontanim. Tuprog'im ko'zga surib, doim e'zozlayman, himoyada qalqon bo'lay onajonim vatanim. Vatan ajib sevimli doston, unda bitta barak Xorazm, shaffof nurlar eli bu boston. Unda bitta charog' Xorazm, sibim nonim, sanmas ehtiros. Hayotimsan go'zal Xorazm, yuksaklarga etaman parvoz. Qanotimsan go'zal Xorazm. Xorazmning kuy-navosi dunyoga mashhur. Bizga kuygan insonga jon ato
ketiga sekin o'tkazib, jajji barmoqlarimga qalam tutkazib, menga xarit o'rgatgan qalb jahoni. Aslo unutmaymiz sizdek insonni. Dünyada bir kasb bor, kasb durumu. Onun işi ezgu, kutlu, e'zozdir. Deydi muallim, yoshlarga chin dildan berdi ta'lim. Salomning qudrati, so'zning qadrini, harflar jilosi, raqam sehrini, vatanga muhabbat, g'animga nafrat, do'stlikka sadoqat, ardoq mehrini aslida o'rgatgan bizga ustoz. Uni qancha sevsak, ardoqlasak oz, lekin mehnatini qilinmas minnat, kamtarlik hamisha ustozga ziynat. Ustasalar yurtimda murabbiy zotga ehtirom buyukdir, buyukdir hurmat. Biz ona tili, o'qish, matematika fanlaridan tashqari yana bir qancha fanlarni o'rgandik. Hozir shu fanlar haqida fikrlashsak. Maktabda biz rus tili, matematika, jismoniy tarbiya, tabiatshunoslik fanidan chuqur bilim oldik. Biz o'rgangan bu fanlar aqlimizni boyitdi, fikrimizni charladi, dunyo qarashimizni kengaytirdi. Biz bu darslarda zavqimiz, jo'shib, qiziqishni o'tkazdik. Ustozlarimiz bekilimlarni chuqur egallashga harakat qilardik. Siz ustozlarning tinimsiz aytganlaringiz va mashaqqatli mehnatingiz evaziga bugun biz bilimdon bo'ldik. Matematikadan kimyoga misollar, masalalar yechamiz, aqlimizni chaqib, qo'shishga, ayirishga, ko'paytirishga, bo'lishga doir amallarni boplaymiz. Matematika asli fanlarning shohi. Bugun o'rgandik 4 amalni, masalan, misolni. Qilib ko'p hafsalar, ishlar edik, masala sonlanib jo'qa bo'lib qol, boshqasi yetib misol. Sizga aytdim do'stlarim, ona tilatoy. Biz uni qadrlaymiz, o'rganamiz tilatoy. Ona tili darslari o'rgatilgan soatga yozuvimizni o'qish, qiynalmay mumkin o'qish. Tilimizning jozibasi o'rgandik biz anchayin, nutqimiz go'zal roman, yaxshi o'qish insayin. Musiqani sevamiz, yugushdir jonimiz, navo bilan kuy bilan shodon o'tar onimiz. Odobnoma, manzur, hurmat, izzatga o'xshar. Hammaga xush yoqar, odobli bo'lgan yoqda. Bo'lmadi nimjon deb saboq berdi badan tarbiya. Kimki sportda ilg'or, cho'chimas mashaqqatdan, zafar kelar albatta. Chidam, sabr, toqatda. Atrofdagi olamni o'rgandik biz zavqdan, tajribalar o'tkazdik, shijoatli zavqlar. Yo'l harakati qoidasin o'rgandik darsingizdan, shogirdlar rahmat aytadi, kuchli qo'lingizga. Kasolday anamni, qadab oldim signalni, o'rgatdi buni mehnatning tagi rohat. Gezlamay qog'ozdan yasadik o'yinchoqlar, hatto tuxum po'choqlardan yasalgan o'yinchoqlar. Safarga chiqishgan
morning, children. Good morning. Salom. Can I help you? Yordam kerakmi sizga? I cannot find my guard. Yo'lboshchini topa olmayapman. We can help you. Biz sizga yordam beramiz. I come from England to see your ancient town. Men Angliyadan shahringizni tomosha qilish uchun sayohatga keldim. Let's go. We show you the perfect Urganch town. Okay. Yuring, biz sizni shahrimiz bo'ylab sayohat qildiramiz. From the initiative of our president Islom Abdug'aniyevich Karimov, in our town built a large construction. Oh. Shahrimizda prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov tashabbuslari bilan katta bunyodkorlik ishlari bo'lyapti. In the center of town, near school, from Siemens to China Shower. Very good. Shahrimiz o'rtasidan maktabimiz yonida Shovot kanali oqib o'tadi. On the Daniel Shower is planned the navigation of boats. Very good. Kelgusida bu kanalimizda kemalar yurishi rejalashtirilgan. In our town, there are modern houses, schools, palaces, and culture and buildings. Oh. Shahrimizda zamonaviy turar joy binolari, maktablar, madaniyat saroylari va boshqa inshootlar qad ko'tarmoqda. Our town changes, it will be very beautiful. Good. Shahrimiz tanib bo'lmas darajada o'zgaradi. When you will arrive to our town, you visit this with your own eyes. Very good. Yana shahrimizga kelsangiz, bu go'zalliklarni albatta o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Hello, where are you? Allo, qayerdasiz? Hello, my guys, don't worry. I am friends with my friends. They study at school number 5. They showed me Urganch. Xavotirlanmang, men bir guruh bilimdon bolalar davrasidaman. Ular 5-sinf maktabda o'qir ekanlar. Ular menga shaharni tomosha qildirishyapti. Oh, Susan. Thank you very much. Rahmat sizga bolalar. Goodbye. Chihuahua. 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 Chihuahua.
Дорогие наши родители, гости, учителя, мы умеем читать, писать, говорить не только на родном языке, и на русском языке. Мы сегодня очень рады всем ребятам, папам, мамам. Мы приветствуем гостей, дорогих учителей. Есть за домами, за лесами маленькая страна. Там люди с добрыми глазами, там жизнь любви полна. Мне детям нравится учиться, искать на вопрос ответ, к знаниям каждый здесь стремится, в школу бежит чуть свет. Весело в этой стране учиться, мил нам уютный класс, дорог и близок нам учитель, ласково смотрит на нас. 4 года мы были вместе. Прошел расставание час, будут новые книжки, песни в школьной стране у нас. Все начинается со школьного звонка. Далеко путь оттягивает парты, там впереди покруче будут статы и посерьезнее будут, а пока. Все начинается со школьного звонка. Дорога к звездам и тайне океана. Все это будет поздно и рано. Все это будет впереди, ребята, а пока. Мы были все смешными малышами, когда вошли в первый в этот класс и, получив тетрадь с карандашами, за парту сели первый в жизни раз. Новую форму на себя надели, новая ручка в новеньком портфеле, новые книжки, палочки для счета, новые тетради, новые заботы. 4 года пролетело, и не верится сейчас, что когда-то дружной стайкой мы пришли в наш шумный класс. Незаметно время длилось, год как день, один как час. Вместе мы переходили каждый год из класса в класс. Мы любим вас, когда указкой. Вы нас ведете по морям, когда читаете нам сказки. Забота ваша, ваша ласка, всю жизнь необходима нам. Сегодня мы спасибо говорим, конечно, и родителям своим. Забота ваша и внимание, и терпение так помогают нам всегда. Но, признаюсь, к сожалению, бывают иногда мы к вашим просьбам и тревогам, сомнениям, горестным упрекам. Мы взрослели, мы учились, и сегодня здесь стоим вам, наш первый друг, учитель. Мы спасибо говорим! Мы дружные, веселые, под солнышко просем, нашу песенку про дружбу вам сейчас споем.
Eng aziz muallim, ustoz avval. Sizning ta'limingiz, tayanch mudom, sizga yuraklarga ilk ziyo yoqqan, olimmi, shoirmi va yo san'atkor, ilk bor siz tomon ustoz deb boqqan. İlk bor riyozat chekib, oqibat ko'kka ham chiqargan odam, ne ajib sirlarni baxtiyor etib, o'rnidan bostirib bosh egsak shu on. Mehr ham qalbingizda o't, narajla xo'rish ohanolalar sizning qarshingizda saqladi sukut, ta'limingiz olgan shogird bolalar. Dunyoda kasblar ko'p, bir-biridan soz, bir-biridan mumtoz va oliy maqom, qay biriga bo'lsin e'zoz va hurmat, qay biriga yoqsin dildan ehtirom. Barchasi qalbimga aziz va yaqin, minglar sanatdan barpo'z hayot, ammo o'qituvchi zahmati haqqin sira-firoz etmagan qaysi bir avlod. Oddiy alifboni ilk xatidan to oliy aljabrlar cho'qqisigacha muruvvat qalblarga baxshidin ziyo mashaqqat tortgansiz qanchadan qancha. Tarbiya yo'llarin olis murakkab, bilimlar tog'ining so'qmog'i og'ir, siz fanlar uchquni solib yurakka, uchqunlardan mash'al yoqqansiz axir. Ustoz yo'li porloqdir, ustoz yo'li yorug'dir, ustoz ko'ngli xazina, saxovatga to'libdir. Yetsang ustoz qadriga, eling seni ardoqlar, mo'min bo'lsang ustozing otangdayin ulug'dir. O'zing bog'bon, o'zing ustozim, osmonimda oyu quyoshim, sening buyuk saxovatingdan kuylamoqqa yetgay bardoshim. Yo'qsillardan yo'qsiz sizga hurmat, olqish, e'zozat, bizga ilm, bilim bergan murabbiylar, ustozlar, minnatdormiz sizdan chindan murabbiylar, ustozlar, minnatdormiz sizdan chindan murabbiylar, ustozlar. Qarya etib bor mehrini, necha qiz, necha yozlar, bizga davlat asosini o'rgatgansiz ustozlar. Minnatdormiz sizdan chindan murabbiylar, ustozlar. Minnatdormiz sizdan chindan murabbiylar, ustozlar. So'zingizdan oldik mudom, yangilab bu parvoza, mehrida yo'q qalbi dunyo, murabbiylar, ustozlar. Minnatdormiz sizdan chindan murabbiylar, ustozlar. Minnatdormiz sizdan chindan murabbiylar, ustozlar. Minnatdormiz sizdan chindan murabbiylar, ustozlar. Sharafli kasbni etibsiz ozod, aziz umringizni qilibsiz shod, har ishda fidoyi bo'libsiz mudom, necha ko'ngillarga berdingiz orom, ozorlansa garchi dilingiz birdan, zarin olish nima bilmadingiz ham, aytdingiz izlanish inson ziynati, xalqoriga shudir ukpati, orzuga mehnatda hech ham hormangiz, neki savob bo'lsa qilib dalmangiz.
dostlarga. Tasanno deyman bardoshingizga. Ko'nglingiz ranjitmay istarmiz sizni. Biz sizni deymiz har doim ustoz. Angladim har darvon oshganda, har bir o'rgatgan ilmingiz, mana bugun o'qib asarlar sizning mehnatingiz mahsuli ekan. Kızlar yıldız göradilar. Daryo qirsa keyin dengiz to'ladilar. Ko'kka boqqan qizlar yıldız göradilar. Bek bolasi baribir bek bo'ladilar. Bek bolasi baribir bek bo'ladilar. Daryo orasini tatdim ko'ring O'zbekiston bolasini. Ikki daryo
O'qituvchi, ustoz muallim, bu so'zlar bizning qulog'imizga o'z otalarimizning ismidek qadrdon, aziz va yoqimli eshittiradi. Biz ularning oldida bir umr qarzdormiz. Zero ular bizga baxsh etgan hayot bog'i. Bilma, umrimizning so'nggi qadar o'zimiz bilan olib yuramiz. Adashganimizda ularning odatlarini eslab, to'g'ri yo'lni tanlaymiz. Ularning milliy siymolarni hech qachon esdan chiqarmaymiz. Mana hurmatli ota-onalar, tadbirimizni tomosha qildingiz. Hozir tadbirimiz haqida maktabimiz direktori Madira Qadomovga Mana shu hududda bundan ortiqcha rahmat. Judayam yaxshi. Haqiqatdan ham bugun o'quvchilarimiz judayam bir ajoyib kayfiyat bag'ishladilar. Bugun ana shu yosh avlod baxtiyor o'sayotganini biz kattalar sezdik, bildik. Bu o'quvchilarimiz mana hali 4 yil burun katta hayajon bilan maktab ostonasiga qadam qo'ygan o'quvchilarimiz edi. Bugun esa dillari biyron, o'ziga ishongan, mustaqil yurtning erkin fikrga ega bo'lgan farzandlari. Har bitta she'ri, har bitta qo'shig'ida, raqslarida, fikrlarida vatanga bo'lgan, ota-onaga bo'lgan, ustozlarga, do'stlikka bo'lgan mehr-muhabbat tuyg'ularini chin dildan izhor qilib turganlarini sezdik ota-onalar bilan birga. Yana bir narsa judayam sezilib, shunday ko'rinib turibdiki, ana shunday bir ajoyib bugun 4-A bo'lib turgan bo'lsa, bu sinfimizda endi birinchi bosqichni yakunlash arafasida bo'lgan bu o'quvchilarimiz 4-A sinf o'quvchilari. Ishonch bilan bilamanki, bu o'quvchilarimiz davlat qo'ygan ta'lim standartlarini hamma fanda yuqori darajada bajarib qo'ygan o'quvchilarimiz. Chunki har yili 2 martadan 3 martadan o'tkaziladigan tashqi nazorat ishlarida 4-A sinfining sifat ko'rsatkichi yuqori. Ana shunday ko'rsatkichga erishishda, ana shunday natijani ko'rsatishda, o'quvchilarimizni bugun ahil bo'lib turishida, bugun har bitta o'quvchini chiroyli she'r o'qib tillari biyron bo'lib turishida, ularning biri-biriga bo'lgan mehrni uyg'otish, shakllantirishda va bu sinfni yanada bir-biriga do'stlashtirib yuborishda ustozimiz Sanamjon Safoyevaning mehnatlari katta ekanligini shu yerda o'tirgan va boshqa ota-onalarimiz ham juda ham yaxshi bilishsa kerak. Haqiqatdan ham bu ustozimiz ko'p yillik samarali mehnati va tajribasini mana shu o'quvchilarimizga mana shu 4 yil davomida bag'ishladi. Bu o'qituvchimiz bugun mana shunday chehrasi ochiq qanday bo'lsa, har kuni shunday. O'quvchilarni ochiq chehra bilan kutib olib, har bitta o'quvchiga ta'lim, tarbiya berishda ana shunday munosabatda bo'ladilar. O'quvchilarimizni ijodkorlikka yo'naltirishdami? Ularga do'stona munosabatda bo'lib dars o'tganlarini o'zim har safar guvohi bo'laman. Hech ham qattiq so'zlaganlarini eshitmaganman. So'zlashdan bilmaydilar bu ustozimizdan. Qattiq ohangini eshitmaganman maktabda yurib. Ana shunday yumshoq tarbiyalilar sinfni. Yumshoq so'zlashadilar o'quvchilar bilan. Ustoz,
Shu kungacha necha minglagan o'quvchilarni tarbiyalab, birinchi bosqichni tugatib yuqori bosqichga yo'llanma bergansiz. Bundan keyin ham ana shu g'ayrat, shijoat, yoshlik kelgan shu kunlardagi g'ayrat, shijoat, salomatlik sizni tark etmasin. Necha minglagan o'quvchilarni yanada qabul qilib, tarbiyalab, ta'lim berib o'tirishingizga nasib bo'lsin. Mana bugungi kungacha bu ustozimizga birinchi sinfiga topshirishini ixtiyor bildirgan ota-onalarimizni soni juda ham ko'p. Shu fursatdan foydalanib ustoz, men bugun ota-onalaringiz bilan siz shunaqangi bir sinfda ota-ona, maktab, hamkorlikdagi ishlarni juda ham bir yaxshi tashkillashtirganingiz shu tadbirdan ko'rinib turibdiki, va bundan oldingi tadbirlardan ko'rganmiz. Mana bugun o'quvchilarimiz biri-biridan chiroyli, juda ham estetik ruh bag'ishlab turgan bittangizga. Qizlarimizni sochlari turmaklangan, soch bantlar chiroyli qilib osilgan, formalari kelishtirilib kiyilgan, hammalari shunaqangi bir bayramga alohida tayyorlanib kelganlar, ota-onalar sizga rahmat. Siz katta e'tibor bilan bugun o'quvchilarimizga e'tibordan har bir ertalab yurishlarni ko'rsizlar. Ilohim shu farzandlaringiz ertaga maktabni yaxshi o'qib, jamiyatda ham o'z o'rnini topib, sizni quvontirish deb bir oliy baxtga musharraf bo'ling demoqchiman. Shu bilan birga mana endi bu tadbirimizda birinchi ustoz bilan xayrlashish tadbiri birinchi bosqichni yaxshi va a'lo baholar bilan tugallaganligingiz bilan yana bir bora tabriklayman. Men sizga ana shu istagi, erkin fikr, ana shunday bir hozirda tayyorlagan raqslar qo'shiqlarida men o'ylaymanki, ustoz ular mustaqil o'zlari ishlab qo'ygan raqs qo'shiqlari bo'lgan. Bir ijodiy bir yo'nalish bergan joyingizda o'zlari olib ketgan. Chunki sizni hozirgi 8-A sinfingizda xuddi shunday. Ularga unchalik ustozlar shart bo'lmay qoladi, yo'lda tadbir tayyorlashdan. Ularning aka-opalari, oldingi bosqichda tugatgan o'quvchilar. Ana bugun ham shu narsani sezib turibmanki, shunday emas ustoz. Unchadan aytib o'taman, bu raqslarning eng ko'pincha sinfimdagi Muazzamxon. Mal ijodkori Muazzamxon. Juda ham yaxshi. Muazzamxon juda ham chiroyli bo'lgan. Bu Muazzamxon yana bu do'stlarini bu demak Muazzamxon bilan birgalikda quloq solib bajarishni o'zi ham bir katta ish bor. Rahmat. Ota-onangizga rahmat, ustozingizga rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yana bir bora bu kun bilan tabriklayman sizdan. Ilohim necha shu yoshlarni, o'quvchilarni tarbiyalash sizga nasib qilsin. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ota-onalar hozir bu yerda otajonlarimiz qatnashib turibdilar. Biz kamdan-kam holatlarda otajonlarni akalarni ko'ramiz. O'quvchilarimiz kelib otaxonimiz yerda o'tiribdilar. Marhamat qilib Izzatbek Asadbekimizning otajonlari, hozir aydin otamiz kelib. Hurmatli ustozlar, hurmatli o'quvchilar, sizlarni shunday bayramlaringiz bilan tabriklayman hammangizni. Kelgusida shu sizlardan bir yaxshi olimlar, yaxshi doktorlar, yaxshi kasb ustalari kelib chiqishini men ishonaman. Mana bugun shu tadbirda qatnashib o'tirgan ekanman. O'zlarimizning yoshligimiz ko'zimni oldindan o'tib ketadi. Bizlar qanday edik, bolalarimiz qanday bo'lyapti.
Doğru, vaxtdaki oxucularımıza da katta rahmet aytamiz. Juda zo'r edi. Lekin hozirgi bolalar uchun hamma narsa muhayyo. Shunday ajoyib maktab, shunday ajoyib sinflar, shunday ajoyib savodli, o'z kasbini ustozi bo'lgan ustozlar o'tiribdilar. Rahmet sizler, bizlere bolalarimizni tanıy olmay qolyapmiz. Bizler bilgandan bizler sal e'tiborsizroq qarab yurgan ekanmiz. Bizlarni o'ylaganimizdan ham yaxshiroq ekan. Ayniqsa o'qituvchisi Sanamjon Safoyevaga, hurmatli direktorimize, Nadira Qadamovnaga men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ben endi ikkinchi nevaram bu sınıfta şu Sanamjonni bevosita ustozligi bo'yicha o'qiyapti. Birinchisi mana 8-sınıfta o'qiyapti. Endi bir nimalar bilan shu boshqa maktablarga o'tib ketdi vaqtida. Hozir u ham yomon emas. Yaxshi, erkin ingliz tilida gaplasha oladi. Matematikani juda yaxshi biladi. Men bergan bilimlaringizda bu bolamizdan, bu nevaramizdan şu hozirgi bilimlari sizlarning mehnatingizda bo'laman. Shu yerda ko'p ne oldi, bilim oldi. Shunday yaxshi tarbiyalana oldi. Rahmat sizlarga. Endi bu o'quvchilardan ko'nglim to'q. Misol uchun estafeta bizlardan bizlarning davomchilarimiz yaxshi qo'llarda ekan, yaxshi bilim egasi ekanlar. Prezidentimiz aytganidek bolalarimiz bizdan bilimliroq, bizga qaraganda yaxshiroq bo'lishlari kerak. Hakikaten ham juda to'g'ri gap aytilgan. Bular hakikaten ham bizdan yaxshiroq bo'layaptilar endi. Yaxshi kasb ustalari bo'layaptilar. Rahmat sizlarga. Yana bir bor sizlarni chin qalbdan sizlarga yaxshi istaklar bildiraman. Rahmat. Leyla Hanım'ın canlısına Mana bugun farzandlarimizning shunday birinchi pog'onalardan o'tgan neslda o'tirgan ekanmiz. Shu yoshlarimizni Xudoyim dunyolardan ko'plarni o'tib, bir yaxshi o'quvchi, a'lochi o'quvchilar, a'lochi talabalar bo'lib, yaxshi ilmgohlarda o'qishlarini tilakdorman. Shu yerda Nadira Qadamovna boshchiligidagi hamma o'qituvchilari, Sanamjonga sog'lik, salomatlik, vaqt, saodat tilayman. Doimo ishlari o'ng'idan kelib, yangi o'quvchilarni shunday katta pog'onalarga chiqaraverishda tilakdoshman. Hammangizga Xudoyim hammangizga shunday bolalaringizni sog' salomat yurishlarini tilakdoshman. Hammangizga katta rahmat. Shu Sanamjon ustoz shu endi biza otaxon aytdilar, hozir biza shu bitirgan vaqtimizda imkoniyatlar yo'q edi. Biza 25 yil ilgari o'qigan bo'lsak, biza vaqtimizda bunday imkoniyatlar yo'q edi. Hozir prosta bolalar havosini gap turibdi. O'zimning qizim shu yerda yana bir qizim o'qiydi. Avvalambor Nadira Qadamovga sizga rahmat. Shu maktabni shunday darajada, shunday og'zibirchilik etib, ustozlarni, nafaqat ustozlarni, qolaversa o'quvchilarni og'zibirchilik etib, hammasi nodiydi bir yeningga tuzilganni, oldindan rejalashtirib qo'yganni shu qizlarni hozir 8-sinfdan ichki olishini hozir ham taxmin qilsa bo'ladi. Nodiymiz. Hammangizga katta rahmat. Sanamjon ustoz, sizga ham katta rahmat. Shu qizimizni biza 1-sinfda ikkan vaqtida men keldim.
Şundan keyin 1-2-3 marta tadbiringizdan uzr kelolmadik. Shu oxirgisini ko'rib, men 4 yil o'tganda xafa bo'ldim bir hisobda. Bir hisobdan so'yindim. Biz 4 yilda yetishmayapmizdi balkim, lekin bizning qizlarimiz, bolalarimiz ko'p yetgan ekan. Rahmat sizga. Assalomu alaykum, hurmatli onalar, aziz o'quvchilar. Mana bugun 4-A sinfda Hayit birinchi ustozim ertaligini ko'rib, juda ham xursand bo'ldik. Mana shu jajji o'quvchilarimiz maktabga ilk qadam qo'yganlarida juda ham mana o'zlari aytgandek go'r bolalar edi. Bugun ko'rib esa bularning aytgan she'rlarini, raqslarini ko'rib juda ham biz ota-onalar, ustozlar juda ham xursand bo'ldik. Men shuni ishonch bilan aytishim mumkinki, o'quvchilarimiz barcha fanlardan davlat ta'lim standartlarini to'la-to'kis bajara oldilar bugungi kunda. Mana shu birinchi ta'limning birinchi bosqichini a'lo muvaffaqiyatlari tugatganlar bilan sizlarni tabriklayman. Yuqori bosqichni ta'limning yuqori bosqichlarida ham mana shu namunali xulqli a'lo o'qishlaringizni tilab qolaman. Salamjon ustoz, sizga sog'lik, salomatlik tilayman. Mana shunday shogirdlarni ko'pini ko'rishga nasib qilsin. Ishlaringizda muvaffaqiyat, sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Aziz ota-onalar, sizlarga mana shu jajji farzandlaringizni baxtini, kamolini ko'rish nasib qilsin deyman. Shuning bilan tadbirimiz nihoyasiga yetdi. Barchangizga tashakkur. Kızlar yıldız kuradılar. Derya taşsa kim dengiz kuradılar. Köke bakan kızlar yıldız kuradılar. Mikbası darbedik kuradılar. Mikbası darbedik kuradılar. Ağızları iki derya arasını tattın köyün Uzbekistan burasını. Ağızları iki derya arasını tattın köyün Uzbekistan burasını. Judayam ajoyib, judayam zo'r bo'ldi, Hatta eshitdim, zaman ko'rasin. Canımı sorduk ki bizle. Ulan soframızı atalarım belediyeydi. Yine şu teşkili görüp yaşasın hiç ilacı yok. Yürekten hakikaten tartılıp bildirtekmen. Hozirgi yoshlarni görüp gözün quvonadi. Ularda milliy g'urur, ma'rifat, madaniyat shu darajada yuksak darajada hayajonli yashashimga hech iloji yo'q. Eng avvalo ustozlar hammasine rahmat. Qolaversa size shundan bile yetkazgan Allohga behisob shukr. El tilagi bo'lmasa tilak, yurtimda yonmasa yurak, keraklarga bo'lmasang kerak. Min yaşada emassan inson dedi. Hamisha kerak bo'lib yuring. Endi men hozir shundan bir hayajonlanib turibman. Hech bu o'quvchilarimdan to'g'risi ajralasim yo'q. Novi aytajatimni eng birinchi tilaklarim bundan keyingi 5-sinf, 6-sinf oldimizda turgan shuning katta davollar turibdi. 5-sinfga o'tgan vaqtimda her xil tanlovlar bor. Bilimlar sinovlari bor. Bulardan ham muvaffaqiyatli o'tib respublika bosqichiga chiqishlarini dim istab qolaman. Shu
Menimcha o'qituvchi uchun eng bir narsa shu o'quvchisini bir yutuqini shunga kelib aytgan vaqtimda men bilmayman endi o'qituvchi bir yuksaklara qanot qoqib uchib ketgandek bo'ladi. Shu o'quvchilarimni hamma vaqt shu parvozini ko'rib yurishlar bilan birgalikda baribir mendan chiqqan bilan ham men o'quvchilarim. Birinchi o'qituvchini hech qachon menimcha yoddan chiqar. Men kim o'qitgan edi desa Sanamjon ustoz o'qitdi deb hamisha shularni yutuqini ko'rib yurishni istayman. Shu o'quvchilarimni hammasini omad tilayman. Rahmat Sanamjonga. Bizden ballarımız şu derece terbiyelep geçsiniz. İlahi kızlarımızı bir mükafatını alış neler, niyetleri, başlarımızdan yaxşı niyetlere girişip yetişeninde yenesin yolla düşünüp oturgayımız. Dil naqshi hayotni kuylab bo'ldim men baxshi har yonga boqib qilamiz